o'sha bilan bilgan sizlar tanigan Rare Minecraft do'stlar. Bugungi videoda biz Minecraft Pocket Edition ga qishloq seedlarini ko'ramiz. Qani unda ketdik. Birinchi seedimizga mana shu seed bo'ladi. Mana shu seedimizga birinchi seed qani ketdi. Qishlog'imiz mana bu tekisliklar ham bor. Shu tomonlarda bitta qishloq bormidi? Ha, mana. Bu yerda yana bitta qishloq bor. Shu yerda mazza qilib video olishinglar, survival qilishinglar mumkin. Birinchi seedimiz shulardan iborat edi. Unda ikkinchi seedimizga go. Mana ikkinchi seedimiz shunaqa. Qanimda go. Mana shu bu yer tekisliklar. Siz bu yerdan shu tomonga yurasiz. Qishloq chiqish kerak edi. Qana qishloq? Shu tomonlarda bo'lishi kerak edi. Undan o'tib ketganman. Balkim bolalar ozgincha buglar bo'lyapti. Mana shu rasmon bo'lgan edik. Mana. Men xato tomonga yuribman. Mana bu qishlog'imiz. Unda eng so'nggi oxirgi qishloqqa go. Mana keyingi seedimiz ham shunaqa. Hozir
Şu tomonga yursanglar valla. Загрузка bo'lsin. Şu tomonda men piramida hamda shu joylarda qishloq bo'lish kerakdi. Yana qishloq yo'qmi? Balkim yana xato yurgandirman. Boshdan ko'ramiz. Mash piramida yonlarida bo'lish kerak balkim. Şurada spawn bulduk. Şu tamam görüyoruz. Doğrudan piramida. Keyin afsuski bu yerde qishloqlikka o'xshaydi. Mayli bolalar, ko'nglingizni tushirmang. Kulib o'tiraveringlar. Shu bilan bizni bugungi videomiz tugadi. Mana shu piramida ham menimcha sizlarga bo'laveradi. Ichida nimalar borligini hozir ko'rsataman. Hazır böyle. Buzamiz ve bir yerde gereksiz. Ve bir yerde 3 de olmaz. Ve bir yerde yine gereksiz narsalar. Bu yerde zümrüt ve altın olma. Bunu tekşiripmiz. Shunaqa narsalar böyle. Şu bilan bizani bugungi videomuz tugadi. Sog' salomat bo'lib yuringlar. Aytgancha kanalga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi videomiz nima haqida bo'lishini ham kommentariyada yozib qoldiringlar bolalar.